Assalomu alaykum muhojir ovoz obunachilari, sog'misizlar, omonmisizlar? Sizlar bilan Zokijon Qodirov. Akalar, bu kecha video qo'ydim. Hammalar har xil tushunib bir narsalar yozib tashlayapsizlar. Qaranglar, biz hali ham haligi nima deydi? Tushunchamiz o'zgarmagan insonlarimiz bor ekanda hali ham. Bu gapni kecha videoda boshlashdan oldin ham aytganman. Har bittasiniki отдельный har xil oylik deb aytib o'tib ketdim. Masalan, mesnilar bor-ku. Ana shu mesnilarga 3000 to'laymiz-da. Chunki biz o'zbek, tojik, qirg'izlarga o'xshagan yaxshi ishlamaydi ular. Ana shularga 3000 to'laymiz. Ruslarni svarchilariga ham 3,5 to'laymiz. U faqat hammaga bir xil degani emas, akalar. Yaxshi ham videoda hammani chiroyli qilib aytib o'tib ketganim. Akalar, u chiroyli qilib aytib o'tib ketdim, ko'rsatdim. Mo odam manaqadan ishlayapti, mo odam 4000 ishlaydi, mo odam 5000, 6000 dan ishlayapti, olyapti dedim. Abyomchilar abyomga berganmiz 10,000, 13,000, kecha 13,000 dan tushirishdi bolalar bir kuniga. Kechki payt rachot qildik. Hammasini abyom deb aytib o'tib ketdik. O'zimiz o'zbek tojiklar ishlayotganlarnikini, ularnikini aytib o'tib ketdik. 4000, 5000, 6000 dan ishlayotganlari bor, misol ustalari. Hammani har xil qilib aytib o'tib ketdik sizlarga, yaxshi ham. Endi u meni aybim emas-da, sizlar bu tushunmasliginglar, bir yaxshi ongimiz yaxshi ishlamasligi, misol meni aybim emas. Ana uchun tushunmasdan akalar, unaqa har xil narsalarni yozmanglar. Ish ketyapti xudo xolasa. Keyin unaqa nima deydi? Borsa kelmas, bir nima, unaqa narsalar Allohga shukr yo'q bu yerda. Akalar, tinch, o'ta tinch bu yer. Rossiyani boshqa shaharlariga qaraganda. Biz sizlarga shaharda emas, ish joyini ko'rsatganimiz uchun shahar joylarini ham qo'yganmiz eski videolarda. Qarasanglar, u tomlardan chiqib bitta bitgan obyektimizni tomlaridan olib ko'rsatganman. Vobshe chiroyli bo'lib ketgan akalar. Umuman bunaqa narsa yo'q. Mana hozir men sizlarga yana boshqatdan chiroyli qilib video qilib ko'rsataman. Akalar, videoga yaxshilab quloq solsanglar, tushunib olasizlar. Bo'ldi. Boshqa qiyinchilik narsa yo'q bu sizlardan. Bu sizlardan bitta nimamiz, shu ko'rgan videolarga like bosib qo'yinglar. Yoqmasa, yoqmadi deb like bosib qo'yinglar. Anaqa dislike deydimi? Bu biz yomon anaqada bo'lmaymiz ham. Ana shu uchun kommentariyani bir narsani yozyapti, yo bir nima qilyapti, o'ylab yozinglar akalar. Biz maqsadimiz sizlarni aldash emas, boshqa emas. Bizning maqsadimiz shu o'zimizga o'xshaganlarga ish yengilroq bo'lsin, yurmasin. Ana u bittasi yozyapti, Marlupulga kelmanglar, men yo'l kiramga pul topsam ketib boraman deb. Ana shunga telefon nomerimni ham yozib qo'ydim. Kelsang pul beraman yo'l kiramga deb. Ana shunaqa qiylanganlar mana bemalol ishlab ketmoqchi bo'lganlar pul ishlab olib ketaveradi-da. Bizniki faqat shunaqa, biz yaxshilikni nima qilamiz sizlarga. Endi yog'i kim qanaqa tushunsa, hammani qalbini, hammani nimasini, niyatini Alloh taolo o'zini holatiga qarab nima qilib qo'ygan. Yaxshi inson bo'lsak, yaxshi nimada fikrda bo'lsak, niyatimiz zo'r bo'lsa, любой payt Alloh taolo sizmamizni qo'llab-quvvatlaydi. Bo'lmasam kuzatishda davom etamiz. Sog' bo'linglar. Mana akalar, mana u ish. Mana shu bola, mana tojik bola. Брат, ты в день сколько работаешь? Я? 10 Да. тысяч. Один день здесь. 5000. 5000, да? Вот я YouTube снимаю. Не, снимать надо. Они не верят, понимаешь? Я понял. Ты в Икса кидаешь? Не будет кидать. YouTube поставим, все. YouTube, у нас есть
канале, я покажу тебе. Ага, пока что 10 тысяч. Я подскажу другое. Mana akalar, ana ish ketyapti, xudo xolsa. Bismillah deb maydan boshlaymiz. Sizlarga aytaman. Mana bu tepada ishlayotganlar, bular chechenistonlik bolalar. Hammasi. Mesnilari ham bor ichida. Mana ish ketyapti, go'zal bo'ladi. Bular mana объемga ishlaydi. Ana u mesnilari kunlik ular anaqa 3000 dan. Ana ular chechelar объемchi ular. Mana shu tog'a 5000 dan ishlaydi har kunligiga. Bu passon ham usta o'zi. Hozir g'isha berib turibdi. Bu Tojikistondan tog'a. Dede, вы откуда? Tojikiston? Dushanbe. Shukr ekan, usta bu tog'a. Ana shu. YouTube. Mana bu bugun qo'shildi mana o'ris odam 3000 dan. O narigi qizil kapchonkaliga ham 3000 dan. O'rtadagi mana jiletdagi nima Tojikistondan u odam 5000, 6000 kishiga qarab oladi. Ular kunba. Mana bu aka ham kunba 6000 dan oladi. Mana bu pastdagi g'isha berib turgan akamiz kunba 5000 dan. Razno рабочий. O'zbek odam. Akalarim. Mana o'tirib pul topadi. Ish qilib, o'tirib pul topadi va 5000. Yaxshi ish qilgan kuni 6000. Samindaroq kuni 5000. Bu tog'a ham xuddi shunaqa. 6000. Yaxshi qilgan kuni 6000. Bundaroq bo'lib qolganda 5000 to'laymiz. Mana bu metmelar. Bular 2,5 dan. 2,5, 3000 qo'lidan ish keladiganlar 3000, ish kelmaydigani 2,5. Bu o'zimizda Tojikistonlik. Bu O'zbekistonlik. Telegram, YouTube. WhatsApp что ли? Да. Mashaka ham 6000 oladi mana shu. Bu ham 6000. Lekin ko'rsatgan ishni qilib beradi har kuni. Shuning uchun 6000 dan indamay oladi. Mana bu aka объем donasiga qo'ygan g'ishini pulini oladi. Tog'a. Bu tog'a ikkalasi. Da. Ikkovi bitta brigada. Ikkovi bitta sherik bo'lib, объемga uradi bular. Degan ishin donasiga oladi. Urgan g'ishini puliga. Soklar qo'yib olgan, bananlar qo'yib olib, Бригадира скидываешь. да, brigadir. Kandulli akamiz 5000 oladi. Ular yondagi jiletlik kecha videoda aytganman, 90,000, 100,000 oladi. Qo'lidan ish kelmaydi, razno рабочий. O'zimiz Sirdaryoda. Akamiz объемni qilgan ishini pulini oladi. Здравствуйте.
birinchi etak tugatamiz. Ikkinchi etaj ham boshlangan. Bitta endi ikkinchi etaj ham mashhadda ikkinchi etaj ham tugatish niyatidan xudo xolasa. Sizlar bizni qo'llab-quvvatlab ana shunaqa nima berib tursanglar tugatib beramiz xolasa. Mana bu tog'am Toshkentdan, Olmaliqdan. Bu tog'am 100 ming oladi. Ye bichari yotog'i tekin. Raznорабочийda tog'am. Videoga ish qilayotgan bo'laman endi tog'a. Ya tog'a ishlayapti. Tog'aga yordam qilib turibman tez-tez. Mana mashina ham yangi bu, remont bo'ldi. Mana mashinalar. Odamlar yashaydi, hamma yo'q magazinlar ishlaydi. Hamma yo'q cho'tki. Mana shu zonada o'zidan mayli, Allohga omonatsizlar. Bizni kuzatishda davom eting. Videolarimizni kerakli joylarga tarqatib qo'yasizlar. Tushunmagan boshqa nimalarni bemalol WhatsAppda telefon nomeri qo'yib qo'yamiz. WhatsAppdan so'rab maqol olasizlar. Mana shu bola ham 3000 ishlaydi. Mesniy bola. Har 15 kunda olishadi. Oyliqchilar, mesniylarimiz.